Yaqinda do'stlarim bilan bir Koreyani bir juda ham chiroyli bo'lgan joyiga borib keldik. Shu mashinada. Shu borib kelish jarayonida sizlarga kerakli bo'lgan narsa, Koreyadagi o'rtoqlaringga yuborib qo'yishlari mumkin bu videoni. Kerakli bo'lgan narsani aytib o'taman. Birinchi o'rinda, agar siz mashinada bo'lsangiz, o'rtoqlaringiz ham mashinada bo'lsa, bayram paytida yo'lga chiqayotgan bo'lsangiz, bilib qo'yingki, yo'lda o'sha Kosokturoda juda ham tirbandliklar ko'p bo'lishi mumkin. Biz 2 soatlik, 2,5 soatlik yo'lga 4 soatda bordik. Buning uchun o'zlaringiz bilan krossovka kiymanglar. Chunki krossovkada oyoq juda ham qizib ketadi. Undan ko'ra bir yaxshi yengilroq oyoq kiyim kiyib olsanglar o'zlaringga yaxshi bo'ladi. Va endi bilasizlar, Koreyada magazinlarda hamma narsani ham olib yeb bo'lmaydi, chunki o'sha srok godnosti, ya'ni muddati o'tib ketmasligi uchun bu yerda ko'p shirinliklariga, pechenelariga o'sha cho'chqa yog'i qo'shiladi. Shuning uchun sumkalaringni iloji boricha qaynatilgan tuxum yoki bo'lmasa biron bir yegulik olib olinglar. O'sha halol marketlardan yoki bo'lmasa o'zlaringga yaqin bo'lgan o'sha yaxshi magazinlardan o'zlaringga yegulik olib olsanglar juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki qornlaring yo'lda juda ham och qolib ketadi. Eng yomoni shu 4 soatlik, 2 soatlik yo'lga 4 soatlik tirbandlik bilan borasizlar, ichlaring rosa qisib ketadi. Shuning uchun yaxshigina ovqat olsanglar, bemalol yeb ketasizlar. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Bu videoni Koreyada sayohatga chiqadigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.